Agar ikki dunyoda yutuqqa erishishni istasang, haqiqiy saodatli, baxtli insonlardan bo'lishini xohlasang, birodar, Allohni ko'p zikr qil. Va la zikrullohi akbar. Allohning zikri hamma narsadan buyuk dedimi Alloh? Shuning uchun Allohni ko'p zikr qilinglar, shoyat g'olib bo'lsanglar hamma ishda. Allohni qalbingda zikr qil birodar, tilingda zikr qil birodar. Odamlarga eslat Allohni. Qanaqa majlisda o'tirma, yig'in bo'lsa Allohni zikr qilishlik kerak. Agar shunday qilsang, qalbing xotirjamlikka to'ladi. Atrofingdagilarni chehralari ochiladi. Sendan xursand bo'lishadi. Agar dunyoni zikr qilsang, odamlar atrofingda o'tirmay tarqaydi. Chunki dunyodan Alloh taolo hammaga ulushni har xil berganda, dunyo matohidan ulush har xil berilganda, ammo Allohning zikriga hammaning imkoniyati teng. Vazkurulloha katiron la'allakum tuflihun. Va doim Allohni yod etingiz, shoyat najot topursiz.